Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida kvartira ijaraga beriladi. Bu domimizning ko'rinishi. Bu podyezdda chiqqanimizda 4-etajda 2 xonali kvartiramiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsa $100 narxi, albatta bo'lish narxi $100. Katta yo'lni bo'yida joylashgan birinchi ratdagi domimiz. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqib ijaraga olishliklaring mumkin. Albatta bu videoni ko'plab do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Kimdir ijaraga uy qidirib topilmay yurgan bo'lishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Like, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib beramiz. Sizlarga qisqacha shu xonadonimizni, ijaraga beriladigan xonadonimizni ichkarilarini ko'rsatib o'tamiz. Bu kirish podyezd, endi xonalarning ichini ham ko'rsatib o'tamiz. Kirish podyezdimiz. Kirganimizda 2 xonali 4-etajda joylashgan. Kirganimizda ro'parada barcha qulayliklarga ega sanuzel. Bundan oldida bitta yotoqxona qismimiz. Bu domimiz albatta katta yo'lning bo'yida birinchi ratda joylashgan dom. Yotoqxonamizning oldida bitta xonamiz bor. Bu joy xonamiz va umumiy oshxonamiz. Eslatib o'tamiz, bu domda hali hech kim yashagani yo'q. Olib qo'yilgan bo'ldi. Albatta balkon mavjud, 4-etajda joylashgan. Balkonlari mavjud. Tashqi ko'rinishimiz. Kimga shunaqa ko'chib yashashlik uchun tayyor ijara kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Kelib murojaat qilishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.